2026-yil 1-iyundan boshlab soliq solishning umumiy belgilangan tartibi, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegarasi 1 milliard so'mdan bazaviy hisoblash miqdorining 12 ming baravari, qariyb 5 milliard so'mgacha oshirildi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish va savdo faoliyatini olib boruvchi tadbirkorlik subyektlari uchun 2026-yil 1-iyuldan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibi joriy etildi. Mazkur o'zgarishlar bo'yicha tadbirkorlar fikrini o'rganamiz. Biz Farg'ona shahar markazida avtozapchast bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda rosa imkoniyatlar zo'r bo'lyapti. Oldin 1 milliardgacha edi, hozir yana ham zo'r bo'lib 5 milliardgacha ko'tarildi. Tadbirkorlarning og'riqli nuqtasi bo'lgan chegara muhtaram prezidentimizning 100-sonli farmoniga asosan 5 milliardgacha, ya'ni salkam 5 baravargacha oshirilgani tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun yanada qulayliklar yaratildi. Ushbu soliq rejimida qo'rqmasdan 5 milliardgacha faoliyat yuritishi, soliq tushumlarini yashirmagan holatda o'z faoliyatlarini yuritishlari uchun qulayliklar yaratildi. Avvallari chekni o'sha 1 milliardgacha yetganda chekni urmaslikka harakat qilishlar bo'lardi, kuzatilardi. Endi bu tadbirkorlarga yaxshi shans bo'ldi. Endi qo'rqmasdan ursa 5 milliardgacha ursa ham foizi unaqa baland emas. Bizga o'xshagan tadbirkorlarga yana ham imkoniyati zo'r bo'ldi. Biz umumiy ovqatlanish sohasi faoliyat olib boramiz. Iyul oyining boshidan qo'shimcha qiymat solig'ini soddalashtiruv tartibiga o'tdik. Endilikda biz qo'shimcha qiymat solig'ini 12% tartibda emas, 6% tartibda to'laymiz. Undan tashqari foyda solig'ini hisobini topshirmaymiz va soliq ham to'lamaymiz foydamiz ustidan. Qo'shimcha qiymat solig'ini foizi pasaytirilganligi bizga faoliyatimizni yanada kengaytirishimizga ham yordam beradi. Hozirgi kunda yakka tadbirkorliklar bilan faoliyat yurgizaman. Oldingi holatimizda 1 milliardgacha aylanma faoliyatini qilsak, endi eski o'tib ketardi. Hozirgi kunga kelganda bu nimasi 5 milliardgacha bo'lsa ham 1% qoladigan bo'lyapti. Bizlar uchun juda yaxshi bo'lib tadbirkorlar o'ylashdi. Hozirda savdoyimizni qo'rqmasdan shaffoflik bilan ko'rsatsa ham bo'ladigan qo'yishdi. Rahmat kattakon. Bu o'zgarishlar biz tadbirkorlarni quvontiradi. Biz hozirda kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanamiz. Hozirda aylanmamizdan 1% gina soliq to'layapmiz xolos. Bu soliqdagi o'zgarishlar bizga ijobiy ta'sir qilyapti. Soliq saviyasining pastligi bizni to'g'ri ishlashimizga, faoliyatimizni kengaytirishga yanada yordam beradi.